Shu Chorsu bozoriga beshik olaman deb kelganingizda-chi, mana shu do'konga kirmasdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, juda ham katta imkoniyatni qo'ldan boy bergan bo'lasiz. To'g'rimi, nima deysiz shu gap? To'ppa-to'g'ri aka, birinchi qo'ldan olish imkoniyati, keyin arzon olish imkoniyatini o'tkazib yuborishadi. Yo'q, qanaqa bo'ladi? Bitta tushuntirib bering. Mana shu beshigimni ko'rsating aka. Ularni eng oxirgi chiqqan modellarni tiktirganmiz. Ichida mana bunaqa do'ppilari, bilak rasatalari, mana bunaqa patlari, hamma narsasi bo'ladi. Bular birinchi qo'l o'zingizda chiqadi. Hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Ichlari mana koreyskiy velur, chetlarini hibib kruzga qildirganman. Orqalari gaz sinchli satin bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi mana shu narsani. Bolani qizdirmaydi umuman. Zo'r. Keyin ichki paxtalari ham toza paxta, o'zimizdan ishlab chiqarganim uchun bemalol garantiya bera olaman. Bo'ldi, shu turishi necha pul aka? Shu turishini 1,5 millionga qilib beramiz aka. Bundan boshqa ko'rinishdigilari ham bormi aka? Ko'rinishlari ko'p, kelib tanlashsa ham bo'ladi. Hozir videoda ham ikki qo'lini qo'yib yuboramiz. Bunaqa narxga olish uchun nima qilish kerak aka? Prosta podpiska bosib, shundoq qidirib kelishsin. Dastavkalarni ham chida qilib bera olamizmi? Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab tekin qilib beraman hozirgi kunda.